Ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi paytlarda juda ko'p masalalar chiqib ketib qolyapti-da. Ayniqsa mana shu Samarqand viloyatimiz bo'yicha mana Qo'shrobod hozir trendga chiqqan, Kattaqo'rg'on tumani chiqib ketyapti. Mana xalq ta'limi bo'limi bo'yicha bizada chiqdi. Hamma tumanlar bo'yicha bor. Mana shaharda chiqyapti. Tozalik bo'yicha va hokazo juda ko'p ijtimoiy tarmoqqa chiqyapti. Ijtimoiy tarmoqqa chiqaradiganlar endi blogerlar deymizmi? Noto'g'ri narsani chiqarmayapti ular. Bor narsani, to'g'ri narsani chiqaryapti. O'sha uchun avvalambor ularga men minnatdorchilik bildiraman, rahmat deyman. Sababi biz bilmagan narsalar bor. Mana shular orqali bilib olyapmiz va o'zimizni ishimizni to'g'rilab olyapmiz. Xato qilganlarni jazosini beryapmiz. Kimnidir ishdan olyapmiz, kimgadir hayfsan beryapmiz, kimgadir yana bir yuqoriroq darajadagi jazo choralarini qo'llayapmiz. Bu yaxshi narsa. Bu albatta birgalikda ishlab, mana shu jamoatchilik bilan birgalikda ishlashni bu yaxshi tomonlari ko'p-da. Buni faqat to'g'ri qabul qilish kerak, tanqidni to'g'ri qabul qilish kerak. Bu tanqid juda ham bir yaxshi narsa. Agar hech kim tanqid qilmasdan hamma agar paxta qo'yib, siz zo'rsiz, siz yaxshisiz, rahmat deydigan bo'lsa, unda ko'zimiz ko'r bo'lib qoladi keyin. Nima bo'layotganini ham bilmaymiz. Keyin oxiri oqibat jarga borib qulaydi keyin. Shuning uchun bularning borligiga ham shukr, yaxshi bo'lyapti. Hamma shundan xulosa qilish kerak. Har bitta ijtimoiy tarmoqda chiqqan masala bo'yicha qolganlar o'qib ko'rdimi, o'tirib olib keyin g'iybatni qilib, faloncha unday edi, bunday edi, o'zi ahmoq edi, falon degan gap emas. To'xta qani, menda ham shunaqa kamchilik bormi? Men shunaqa ish qilmayapmanmikin degan narsani o'ziga bir savol berib, o'zini ham bir kamchiliklarini to'g'rilab olish kerak. Biz ochib beryapmiz, endi to'g'ri, mana masalan chiqib kim orqalidir bosim qilib turib shuni yopishim mumkin, ko'rsatmasligimiz ham mumkin bu narsani. Lekin uni oqibati yaxshilik olib kelmaydi. Kasalni yashirsa, istimasa oshkor qiladi deydi-ku, uni foydasi yo'q bu narsa. Shuning uchun ochiqchasiga ishlaymizmi, ochiqchasiga ishlayapmiz. Lekin endi shu hamma ko'rib turibdimi, hamma endi xulosa qilsin. Hamma xulosa qilib o'zining kamchiligini to'g'rilasin, kamchiligini tuzatsin. Qayta o'sha kamchilikni takrorlamasin. O'shanda xalq keyin to'g'ri baho beradi hammamizga. Shunga ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan narsalarga hammasiga bir boxabar bo'lib qarab turinglar. Agar noto'g'ri chiqadigan bo'lsa, darrov munosabat bildiringlar. Befarq bo'lmaslik kerak, tomoshabin bo'lmaslik kerak. O'zlaringizni munosabatlaringizni darrov bildirib ko'rsatinglar hammalarga.